bize sizler bilen fakat birga rivojlanolligimizni, o'shaning uchun bize talabimiz va xohishimiz shundaki birgalashib bu yo'g'iga o'tsak. Bu tomga bitta uyni qurishga bitta inson kamida yo'q degani 300 million sarflaydi. Lekin tomini biz chiritsak, hech qachon bizga rahmat demaydi. Hammaga tayinlagan sovg'ani Abdumalik akani qo'llariga hozir taqamiz, hammaga keyin butuni ko'rishdi, lekin mana bilib qo'yinglar, hammaga xudo xolisa mana mamlaqa chiroyli odam ketyapti Abdumalik aka. Buni masala yechmaydi o'yinlar. Zavoddan Temizyadan kelyapti bu sovg'a. Partinga ham berib O'zi ham bilgandek soatisiz kelibsiz. Katta rahmat zavod xodimlariga ham, hamkorlarga ham hammasiga katta rahmat. Rahmat sizga rahmat. Temizya mahsuloti, temizya tunikalari sifat jihatdan Yevropa tunikalaridan qolishmaydi. Xususan C80 degan tunikasi hatto Rossiya Federatsiyasi tunikalaridan o'tib ketadi. Shuning uchun hozir biz regionda, Angren, Ohangaron tumanlarida bu mahsulotga talab ko'payib boryapti. Sifat jihatdan mustahkamligi, tomga urilgandan keyin chirinmasligi va sifati garantiyasi kuchligi, yaltiroqligining tomlarda ajralib turishi boshqa tunikalardan va chiroyli mahsulot chiqqanidan tomlarda ishga yoqilayotgan prof nasllar chiroyli ko'rinishda bo'lyapti. Shu jihatdan men hozir O'zbekiston xalqi uchun tavsiya etardimki, Toshkent metallurgiya zavodi mahsulotlaridan kengroq foydalanishsin.